Erkak va ayol munosabatlari 6 bosqichdan iborat. Ko'pchilik 3-bosqichdan o'ta olmay ajralib ketishadi. Birinchisi shirinlik bosqichi. Hamma narsa shirin tuyuladi. 7-osmonda uchasiz. Bir-biringizni aybingiz ko'rinmaydi. Xafa qilsa ham tez kechirib yuborasiz. Ya'ni dopamin ta'sirida bo'lasiz. Ikkinchisi ko'zoynaklar yechiladi. Uni asl yuzini ko'rishni boshlaysiz. Sekin-sekin ayblar ko'rina boshlaydi. Sizni xursand qilgan ba'zi qiliqlar endi g'ashingizni keltiradi. Uchinchisi og'riq bosqichi. Hamma bir-birini aybini ko'rib, tanqid qilishni boshlaydi. O'rtada urush, janjal, kelishmovchiliklar, bir-birini xafa qilishlar ko'payadi. Bir-biridan zerikishadi. Ko'pchilik bu bosqichdan o'ta olmaydi, ayrilib ketishadi. Xiyonat ham aynan mana shu davrda bo'ladi. To'rtinchisi ulg'ayish bosqichi. Siz o'zingizni isbotlashni, haq ekanligingizni ko'rsatishni va kurashishni to'xtatasiz va o'z chegaralaringizni qo'yishni boshlaysiz. Mana shu